maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish va sohaga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Xonobod shahridagi 6 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tizimdagi eng sara mutaxassislarni birlashtirgan mahorat darslari hamda navbatdagi amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tadbirda soha mutaxassislari, malakali tarbiyachilar va rahbarlar ishtirok etib, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy metodlarni tatbiq etish masalalarini atroflicha muhokama qildilar. Ilg'or tajribalar, mahorat darslari va yangicha yondashuvlar maydoniga aylangan ushbu seminar bolajonlarimizning porloq kelajagi yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Seminardan ko'zlangan maqsad ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish, interfaol o'yinlar orqali bolalar dunyoqarashini kengaytirish va eng zamonaviy metodlar, barchasi diqqat markazida bo'ldi. Xonobod shahridagi 6-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida eng namunali maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori tanlovi hamda o'yinga asoslangan ta'lim, pedagogik innovatsiyalar va didaktik o'yinlar festivali yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha ta'lim tizimidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish, rahbar va pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, shuningdek ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etishdan iborat. Tanlov doirasida tashkilotimizda yaratilgan ta'lim muhiti, bolalar uchun barpo etilgan rivojlantiruvchi maydonlar, didaktik o'yinlar va o'yinga asoslangan ta'lim usullari namoyish etildi. Bizning asosiy maqsadimiz har bir tarbiyalanuvchining qiziqishi, qobiliyatini rivojlantirish, ularning maktab ta'limiga puxta tayyorgarligini ta'minlashdir. Bunday tanlov va festivallar pedagoglar o'rtasida o'zaro tajriba almashish, yangi g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish va ta'lim sifati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.